Ey yo, Besus kanali muxlislari, jigarlarim, charchamayapsizlarmi? Bugun challengeimizni davom ettiramiz. Kim mani yutsa 25 ming so'm yutib oladi. Hozirgi challengeimiz bu eng oddiy akkaunt yig'amiz. Hech qanaqa kuch yetirmaymiz ham. Mana birinchi vratardan boshladik. Coinsiz o'yinchilarni yig'ib o'ynab ko'ramiz. Kim yutsa, sizlarning akkauntlarining farqi yo'q. Legenda bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Oddiy akkauntda o'ynab ko'rmoqchiman. Bundan keyingisida challengeimizni 100 mingga oshiramiz. Unisida esa coinsga sotib olamiz, keyin o'ynatib ko'ramiz. Kim yutsa, o'sha 100 ming so'm oladi. Xo'p, birinchi o'yinchilarni yig'ib olamiz. Himoyachilarga o'tdik. Kuzatib boringlar, bitta choychani qo'yib, issiqqina yoki kofechani qo'yib, bemalol mazax ko'ringlar jigarlar. Obuna bo'lib qo'yinglar, iloji boricha. Agar Telegram kanalimizda yo'q bo'lsalaring, o'tib qo'yinglar. Juda ham qiziqarli yangiliklar va shop kanalimizda akkaunt olib sotishingiz ham mumkin. Shop kanalida qanday qilib pul topishni ham o'rgataman, nasib qilsa. Agar shunaqa qiziqadiganlar bo'lsa, ko'p adminlar 7 million 8 million o'rtacha ishlaydi. Faqat shu akkaunt olib sotishdan, u garant adminlardan tashqari. Inshaalloh sizlar ham mana shunaqa opitlaring oshgandan keyin bemalol hech bo'lmasa uyda 5 million 6 million topasizlar kamida. Orzuqlaringiz ishlatsalaring bo'ladi. Ayniqsa bu musofirda yuradigan akalarimizga ham yaxshi bo'ladi agar o'zlari ham kanal ochib, Telegram kanal ochib, mana shunaqa qiziqadiganlar bo'lsa, yurg'izadiganlar bo'lsa, o'rgatamiz. Hech qanaqa pul kerak emas o'rgatish uchun. Pul to'lamaysiz menga. Xo'p, jigarlar, menga stil qidiryapman hozir ishdagi. Обраняющий mana shu stil yoqadi-da o'zi. Bittasini oldik o'zi. Kundan oldik, yana bitta shunaqa topishimiz kerak. Iloji boricha o'rtada ham o'ynash kerak, o'rtada o'ynamas ekan bu. Xo'p, любой просто baribir o'ynamasligi mumkin, zaminda qolib ketishligi ham mumkin. Mashina olamiz, davayt. Hoppa. Endi xudo xohlasa, dalsha oyimga chiqib ketdim. Qaytib kiramiz. Nima qilamiz? Aporni olamiz endi jigarlar. Apornik. Tak. Pozitsiya, lekin o'ynamaganligim ancha bo'lib ketdi. Faqat yangiliklar bilan akkaunt olib sotish garantda turib beraman. Ko'p vaqt yetmaydi, shuning uchun agar o'yin chiqmasa, ayb kelib yurmaysizlar. Ko'rib turibsizlar, u katta akkauntda uzr. Katta akkauntda o'ynamayapmiz, shuning uchun bemalol bu video. Agarda endi kiradigan bo'lsangiz o'yinga pul xarajat qilishingiz kerak emas. Mana shunaqa qilib yig'ib, mana shu o'yinchilarni kuchaytirib o'ynaysiz ham bo'laveradi. Xo'p. Bizga keraklar olamiz. Yana chiqib ketdik-ku. Tak, CPшник uncha yoqadi-yu. Pozitsiya ko'p o'ynata olmayman-da. Men o'ynaydigan pozitsiyaga tushadigan yo'q. CP ishlatmayman uncha. LPшник chap qanot, o'ng qanot, tak. Tushunmadim, chiqmadim. Tushunarli. U yoqda stil tanlab qo'ydik-ku, o'sha stil tanlaganim uchun chiqmadi. Hozir stil almashtiramiz birinchi. Stil almashtiramiz. Tak, pasta. Sal qotib ishlayapti. Mana sal qotib ishlayapti, ko'rdilaring. Mana CPga bitta ko'ramiz, mana yana bir. Xo'p. Yetmay qolmasligi kerak emas-da, lekin qimmatroq ekan bu. Valverde olamiz, bo'ladi, baribir o'ynamaydi. O'ynasa ham zaminda qirg'izamiz.
Xo'p, lekin tsepani ham o'ynatishni biladiganlar zo'r o'ynatadi. Xo'p, specialist по навесу. Bu nima uchun? Agar oxirida shu kalla bilan chiqarish xohlab qolsak, mana bosh bilan o'ynasak, uning uchun bilasizlarmi kim olamiz? Bosh bilan o'ynash uchun oddiy o'yinchilardan. Hozir ko'rasizlar. Shu hujumchi kerak bo'ladi. Hozir hujumchiga borsak, o'shanda bilib olasizlar. Xo'p, spetsialniy по навесу ikkita olib qo'yamiz. Ikkita yetadi. Endi atakuющий поле защитник kerak bizga. Xo'p, atakuющий поле защитник, конечно же, Bellingham. De Bruyne yoqadi menga birinchi. Oldin birinchi o'rinda De Bruyne turardi, endi hozir Citydan ketgandan keyin tushib ketibdi ancha. Xo'p, Bellingham stil yaxshi-da. Atakuющий-ku. Hujumga kirib boraveradi. Xo'p. Yana kim olsak. Qat'iy kerak ham yo'q, bitta olib qo'yamiz mayli yana. Vert baratanchik. Chiqamiz, bo'ldi, yetadi. Hujumchilarga pul qolishligi kerak. Xo'p. Joni olinadi, Son olinadi, Yamal. Olsak ham bo'ladi, olmasak ham bo'ladi. Ligaga Messi olishimiz kerak. Messi pastda. Qachonlardir oddiy kartasi ham birinchi o'rinda turardi. Eski o'ynash, agar o'ynaganlar bo'lsa tushunadi buni. 1 million 100 gap turardi oldinlar. Xo'p. Stil yaxshi. Produktoviy. Mana stilim zo'rda chap qanotda o'ynashga. Yondan kirib boraveradi. O'rtaga o'tib ketmaydi demoqchiman. Yon tarafdan yuradi ko'proq. Xo'p. Yamal ham oldik. Hujumchiga ketadigan qolishligi kerak. Sanam olamiz. Tak. Tak. Kylian Mbappe birinchi o'rinda. Holland John. Xarid keyin olsak bo'ladi, lekin kerak emas. Dembele mayli olamiz yana. Endi hozir bosh bilan o'ynaydigan topishimiz kerak. Eslaringda bo'lsa, keyin ko'rsataman dedim. Kim bo'lishligini, uning uchun bizga stil Taran kerak. Tak, Tarandan bu yoqda bizga Oliver Giroud. Boshda zo'r o'ynaydi o'rtoqlar. Haqiqatan zo'r o'ynaydi boshda. Tak bo'ldi. Endi yig'ib chiqamiz bularni. Bitta hammasini. Xo'p, Mbappe hujumda. Tak, Giroud zapasda qoladi baribir. Bu ham zapasda, Holland. Son.
Tak zapasda o'ynayversin. Salah turib turasan. Tak. Agar ovqatlanadigan bo'lsalaring o'rtoqlar yoqimli ishtaha. Hop, videoni o'tkazmay ko'radiganlarga, layk bosadiganlarga alohida rahmat. Hech qaysini kuchaytirmaymiz, shunchaki qo'yib boraveramiz o'rtoqlar. Mana shunday teramiz. Hozir olganlarimiz. Bu komanda bu akkaunt juda kuchli, o'zi pastda turibdi hamma kuchli asosiy o'yinchilar. Tak, opornik Rodri. Hammasi oddiy bo'lishligi kerak. Hech qanaqa hafta o'yinchilari yoki pulga sotib olingan o'yinchilar qo'shmaymiz, hech qaysi birini. Даже zaminga ham. Xo'p, Van Dijk bo'yuzun. Как Van Dijk stili orqaroqda o'ynaydi. Ruben Dias qo'polroq o'ynaydigan kerak, разрушитель bor-ku stilda. Tak. Salah qo'yamiz. Kim olamiz? Tak. Saliba nevesdan olsak bo'ladi-yu, lekin ular kerak bo'ladi baribir. Saliba turaversin. Xo'p, kapitan. Birinchi uglovoy qo'yaylik, bosh bilan tepishdi. Van Dijk chiqsin kallaga. Xo'p. O'ng tarafdan tepishga o'ng oyoq kerak bizga. Uglovoy olishda. De Bruyne qo'yamiz. Kapitanga esa, конечно, Messi, eng kattasi yosh Messi bu yoqda. Xo'p, Messi boshqa pozitsiyaga qo'ydik, atak o'yishiga. Yaxshi paslar zo'r shuncha. Даже oddiy o'yinchisi bo'lsa ham, to есть oddiy kartasi bo'lsa ham. Xo'p. Mana o'rtoqlar, sostavimiz tayyor. Skrin qildik. Endi hozir kanalga yozamiz kirib. Xullas o'rtoqlar, kimdir kirdi birinchi, internet ulik juda ham ulik. Gruppaga qaytadan yozamiz. O'yin, to есть bo'lmadi, kira olmadik. Qaytadan yozamiz. Xo'p. Yozib yuboramiz. Ana, birinchi odam kirdi. Masalan, o'tkazib qo'yapman videoni. Juda ham cho'zilib ketadi bo'lmasam. Ularning komandasi va bizning komandamiz birinchidagi ko'rdilar. Yana bularniki, sopernikimizki. Bizniki. Kambag'allar komandasi. Xo'p, birinchi biza boshlaymiz. Paschani berdik. Shoshilmasdan. Bu yoqqa pas. Yamal, Messi. Knopkalarni spesialni olib tashladim sizlarga yaxshi ko'rinishligi uchun. Lekin qo'l yaxshi kelishmayapti hozircha. Aytdim-ku, ancha paytdan beri o'ynamaganman deb. Juda ham ko'p vaqt bo'lib ketdi lekin kirmaganimga. Xo'p. Qayerga? Bizda tepaga pas. Mbappe ura olmadi. Hech qisi yo'q. Ularda internet juda ham kuchsiz. O'sha birinchi kim kirgan bo'lsa, kirilmagan bo'lsa, qaytadan kirib oldilar. Internet ko'rdilar ham qotib qolishini. Juda ham qotdi internet, mayli, hech qisi yo'q. Davom ettiramiz. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi.
Qayerga молодец, Junior. Pas. Tepadan. Yana ham pas. Kirib bordik. Хорошо, Mbappe, Yamal, Mbappe. Hech qisi yo'q. No. Молодец. 1-1. Kylian Mbappe. Черепашка. Toshboqa. Xo'p, davom etamiz. 22-daqiqa. Etdik. Ну куда? Mayli. Давай. Xo'p. Tepadan pas tashlaymiz. Samuel Eto'o pas berdi. Suarez shans qo'yar vardi. De Bruno. Biz ham pas bopladik, lekin shu ham pas bo'ldimi? Oppa! Черепашка ulgurmadi. Hech qisi yo'q. Sizga pas bermoqchi edim, lekin oshqamay qoldi. Offside. Xo'p, давай. Uxlamaymiz. Pas. Uzunroq. Молодец. Ajoyib, Luis Suarez. No, красавчик. Молодец. Tabriklaymiz obunachimiz. Ikkinchi gol ham urib oldilar mana. 2-1. Orqada qolmoqda biz hozircha. De Bruno cho'zilib ketdi pas. Хорош. Chap tarafga pas. Tez. Bu boya bosuvdim qaranglar endi pas berdi. Sal kech qoldi. Men ko'rdilaring, mana qotib ishlayapti rosa. Shuncha internet yaxshi bo'lish kerak. Keyingi safar kim kirsa o'rtoqlar, internet yaxshilab kiringlar. Plyutarkani kuzatib kirib olavermayman. Chunki buni kanallarga ham qo'yamiz videolarni. Xo'p. Keyin iloji boricha mana keyingi safar kim kiradigan bo'lsa o'tkazib yubormanglar. Gol urasizlar-ku, o'shani o'tkazib yubormanglar. Obzorga yaxshi chiqadi, chiroyli chiqadi. G'ollandan keyin bemalol ushlab turib, tabriklab o'zlaringni xursand bo'laveringlar. Mana. Ko'rdilaring-ku, hech qaysi o'yinchini kuchaytirma degan, shunchalar sakramayapti o'rtoqlar. Mayli. Xo'p, challenge. Всё по-честному, да? Bu tarafga pas. Ko'rmadik. Birinchi time. Bir dona hujum qilibmiz. Buni ham shu Mbappe urgan gol. Xo'p. Ikkinchi time. Obunachimiz boshladilar. Молодец. Bo'y kerak-da. Bo'y yo'q, qanday qilib sakraysiz? Hop. O'tmadi. Ashraf Hakimiga pas bermoqchi edim, o'shqamadi. Hop. Eto'o. Молодец. Tur-bir. Besh-1 o'tdi. 5-1. Молодец, zo'r o'ynayapsiz.
Out. Xo'p. Vitini. Mana yana qotdi internetlari. Van Dijk. Pas beramiz. Bu tarafga. O'rtoqlar, videoni ko'radiganlar bo'lsa, shuni orqasidan qanday qilib pul ishlayman demoqchi bo'lganlar. Ya'ni aytmoqchimanki, o'sha akkaunt olib sotish yoki o'zingiz akkauntingizni sotmoqchisiz, umuman yoki pul ishlash qiziqsangiz mana shu orqasidan yoki akkauntingizni tezroq sotsangiz yoki akkauntingizni olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, mana shu kommentariylarda yozib qoldirsalaring, обязательно video qilib ko'rsatib, akkaunt olishdan boshlab to sotilguncha video qilib beraman. Qancha pul ishlash haqida, qancha pul qolish haqida video qilib beraman, albatta sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Xo'p. Kayf qilib o'ynayman deganlar mazax tomosha qilaveringlar. Obuna bo'lib qo'yinglar, обязательно. Facebook kanalimizga, Telegram, YouTube, Instagram, TikTok hammasiga. YouTube endi olib bordik. Ko'pchilik agarda Telegram kanalimizda kuzatib borgan bo'lsa, mana endi ko'rib turibsizlar. Endi ochdik bu yoqda. Keyingi safarlarida ham nasib qilsa, challengelar hammasini qo'yib boramiz. Iloji boricha haftasiga 2-3 chotki video qilamiz. Bittasida mana shunaqa oddiy akkaunt bilan, bittasida sotib olamiz. Yana bittasida любой akkaunt olamiz. Xohlaganingizga qilingiz. Xo'p, birinchisi mana shu tekinga bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa GPga olamizda o'zini. To'g'risi hech qanaqa pul tikmaymiz. Coinsga keyin olamiz. Misol uchun yoki 1000 yoki 5000 coinsga o'yinchi olib o'ynab ko'ramiz. 50 mingdan 100 minggacha olsa. Yutganga qo'yamiz. Oddiy sovg'a o'rtoqlar, hech qanaqa bir qimor emas. Chunki sizlar bunga pul tikmayapsizlar, oddiy yutib olasizlar. Maza qilib o'ynaysizlar. Men sizlar bilan maza qilib o'ynayman, ham ko'ngil ko'taramiz. Xo'p, uzun pas berdik, lekin nima bo'ldi? Hech nima. Ajoyib pas. Hamma kim yetib boradi endi ertaga. Hop. Urgulak yemadi menimcha. Urgulak yemadi yoki o'yin qilmoqchi edilar. O'rtalar chiqarmoqchi bo'ldilar. Ajoyib. Ur. Holland. Xo'p, davom etamiz. Juda oz qoldi. Hoppa. Deb olmadik, hech qisi yo'q. Olamiz. Yaxshi. 5-2. Xatoni qildi. Shunday xato qiladimi odamlar? Bular ham xato qildi. Xo'p, yana xato. Xato ustiga xato. Mana xato yana. Ana. Krasavchik. Tabriklaymiz. 6-2. Xo'p, Rodri. Salibaga pas berdi. Hop. Ajoyib pas, ajoyib. Ozgina. Молодец. Красавчик просто.
Bosh bilan o'ynash uchun qo'ygandim buni o'zi. Jiru. 6-3. Hop. Bo'ldi. Tepib yubordim. Vaqt tugagani uchun. Foydasi yo'q. Xo'p, endi yutgan obunachimizga 25 ming so'm va'da qilingani beriladi. Xo'p, Suares eng zo'r o'yinchi bo'ldi. 6-9 olib ularlar. Skrin qilamiz. Bizga ham turishligi kerak. Obunachimiz mana skrin tashishlari kerak, keyin pul beramiz. Iloji boricha kommentariyaga yozsalaring. Lichkaga emas, o'sha postiga iloji boricha tashlaylar. Hammaga yaxshi kayfiyat. Obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingisi siz bo'lishingiz mumkin.